Assalomu alaykum. Ikkita odam bitta savolni beribdi. Testosteron propionat bilan HGC olganimda testosteronim ko'tarilmabdi debdi. Mana akalar, mana shu yerda demak Egamberdi degan odam aytibdilar, Nodir degan odam aytibdilar. Ikkalasining savoli bir xil. Testosteron propionat bilan HGC ukolini olganda ham testosteronim oshmagan debdilar. O'rtoqlar, birinchidan bu bilasizlarmi, dinozavrlarning paytidan qolgan usul. Bilmayman, 20-30 yil oldin shunaqa sxemalar bor edi. Testosteron propionat olishardi, HGC olishardi. Balki siz kurs ma'nosida olgandirsiz. Bu shundagina bilmadim, unda ham qiyin masala. Agar faqat shu ikkitasini olgan bo'lsangiz, demak testosteroningiz oshmaganini tushuntirib beraman. Har bitta testosteron preparatlarini o'zini yarim yashash davri bor. Yarim parchalanish davri bor. Misol uchun testosteron propionatni yarim yashash davri 1 kun. Ya'ni testosteron propionat ukolini olib 2 kundan keyin analiz topshirsangiz, 50 mg olgan bo'lsangiz, sizni testosteroningiz kam chiqadi. Hozirgi urologlar, androloglar testosteron propionatni haftada 1 marta yozishadi, chunki ularga shunaqa tavsiya berilgan. Xo'p, agar testosteron propionatni olib o'sha kuni analiz topshirganingizda baland chiqardi. Ertasi kuni возможно, agar 2 kubik olsangiz baland chiqardi. Endi 3-kuni topshirsangiz уже hammasi parchalanib ketgan bo'ladi. Asosan aromatizatsiya bo'lib, estradiolga aylangan bo'ladi. Xo'p, HGCga o'taylik. Agar sizni tuxumlaringiz testosteron ishlab chiqarish qobiliyatiga ega bo'lmasa, misol uchun qariganda shunaqa bo'ladi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra luteinlovchi gormonga sezgirligi pasayganda bo'ladi, gonadotropinlarga sezgirligi pasayganda bo'ladi. Apoptoz degan narsa bor o'rtoqlar. Tuxumlarni gipotrofiyasi, atrofiyasi degan narsalar bor. Ya'ni oldin kurs qurib tuxumlaringiz kichrayib ketgan bo'lishi mumkin. O'sha HGCga yoki juda baland estradiol bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlarda HGC qilganingiz foydasi yo'q. Asosan HGC qilishni odamni o'zini gonadotropinlari baland bo'lganda yoki odamda yoshi katta bo'lib, o'sha normal testosteron ishlab chiqara olmaydigan holatlarda HGC qilishi foydasi yo'q. Gonadotropininiz ko'p bo'lganda qilishi foydasi yo'q. Sezgirligi yo'qolganda va o'sha apoptoz tufayli testosteron ishlab chiqaradigan hujayralar bo'ladi. Ikkita tuxumda общий 700 millionta hujayra bo'ladi. Sekin o'lib boradi. Har 10 yilda 80 millionga o'ladi. Misol uchun agar 20 yoshda 700 million bo'lsa, 50 yoshda u misol uchun уже kamaygan bo'ladi. Misol uchun 240 millioni kamayib ketgan bo'ladi. Xullas, testosteronni agar o'rinbosar terapiya sifatida olgan bo'lsangiz, unda testosteron propionat olish umuman noto'g'ri. Bunaqa holatda uzoq ta'sir qiladigan efirlar ishlatiladi. Testosteron propionatni olib turib, 3 kun, 4 kun, 5 kun, 6 kun, 7 kunda tekshirgan bo'lsangiz, unda normadan ham past chiqadi. Xuddi sizda 2 chiqqani tabiiy holat. Yana qo'shimcha genetik kasalliklar, kriptorxizm, varikotseli degan kasalliklar borki, bunaqa holatlarda tuxumingiz ishlamaydi. Unaqa holatda tim bo'li uni misol uchun HGC olish foydasi yo'q. Endi testosteroningizni sababi aromatizatsiya bo'lib yoki parchalanib o'sha davri o'tib ketgan, shunga past chiqqanda. Endi kurs qilmoqchi bo'lsangiz-da, kurs paytida testosteron qanaqa ko'tarilar ekan degan bo'lsangiz, siz noto'g'ri saqlangan, ishlamaydigan gonadotropin, bu kursga emas, o'zi вообще sizga tegishli narsa. Ya'ni falshivka gonadotropin va falshivka testosteron propionat olgan bo'lishingiz mumkin. Ishlamaydigan yoki srog o'tgan bo'lishi mumkin. Xullas, polibomni, misol uchun, men zamestительный terapiya bilan shug'ullanaman. Zamestительный terapiya uchun testosteron propionat ishlatilmaydi. Ko'pchilik urologlar uni haftada bitta yozadi. Noto'g'ri. Har kuni olsangiz aromatizatsiyaning hisobiga ginekamastiya bo'lib qolasiz. Xullas, bu murakkab narsa. Agar testosteroningiz past bo'lsa, ko'tarmoqchi bo'lsangiz, mana nomerim Telegramdan yozishingiz mumkin. Konsultatsiyaga kelishingizga to'g'ri keladi. Onlayn so'rashyapti. O'rtoqlar, birinchidan onlaynni konsultatsiyani puli to'lanadi. Savollarga javob beriladi. Etgan analiz yaxshi joyda to'liq topshirish kerak. Mana shu narsa qiyin-da. Boru sizlar uni topa olmaysizlar yo chala pulcha qilib berasizlar. Onlayn qilsa bo'ladi, endi uni ham mashaqqati bor. Lekin kelgan yaxshi, kasallik ko'rgan yaxshi. Mana misol uchun bitta kasal, Klinefelter sindromi. Unda kirib kelgandan bilib olasiz. Endi misol uchun uni yoki boshqa narsa unda misol uchun ko'rganingizdan уже bilib olasiz. Ko'p narsani biladi-da odam.
Shuning uchun kelgan yaxshi, gaplashgan yaxshi, tuxumini o'zi qilinadi, prostata, gormonlar, saxir, qonni quyuq suyuqligi, prostatani onkomarkerlari, shunaqa narsalar tekshirib olinadi testosteronda. Mana bu klinikani nomi, mana bu adresi, mana bu telefoni, kerakli ma'lumotlarni klinikaga telefon qilib olishingiz mumkin. Men faqat Telegramdan javob beraman. Xullas, tabiiy holat, testosteron preparat olmaganda testosteroningiz ko'tarilmagani sabablarini juda ko'pini sanab berdim. Bo'lishi mumkin. Rahmat savolingiz uchun. Sizlarni ham qolganlarni ham e'tiboringiz uchun rahmat.